Aziz obunachilar, qish kelyapti, qishga tayyorgarlik. Men Katyol zavodga keldim. Assalomu alaykum. Sang zavodidan sizlarga men katyollari tanishtiraman. Shuni o'yla qaranglar, katyol. Necha xil beda katyol bor. Ko'rdingizmi? Shu katyollaring sizlarga narxi, navosi, necha so'm, nechik ishlaydi, apparatlari bilan hammasi bilan hozir batafsil tushuntirishga harakat qilaman. Kimda kim qishga tayyorgarlik ko'rmagan bo'lsa, ko'mir katyol qurmagan bo'lsa uyina, davay. Men o'shab şöyle gelesilen zavodundaman. Sizlere hozir men nechik sistemda ishlaydi bular. Zamonaviy nechiklari chiqib ketdi katyollaring. İnternetlerde ko'ribsizlar ki palan yerdan biridan Xitoydan neden ko'rsatib yotdilar. Qaranglar, bular zamonaviy, yine bular undan ham zamonaviy. Yine buna ko'miri o'zingiz salasiz, pachkilab, xoltalab salasiz, o'zi tortadi avtomatik, o'zi yanadi. Hozir men sizlarga shular haqida men o'zim to'liq ma'lumot bilmayman. Batafsil sizlarga ma'lumot beraman. Timur aka keling, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xudo xolasa sang zavodini boshlig'ina xudo xolasa. Katyol emas, ne только beda ko'p narsa chiqadi, to'g'rimi? Ko'p narsa chiqadi. Endi biz bugun katyol ko'rsatamiz. Katyol ko'rsatamiz. Ya eshik beshik bejaram ko'rsatib ketaveramizmi? Yo'q, endi hozir ko'p odamni qiziqtirib o'tirgan narsa katyol bo'lib qoldi-da. Endi qiziqtirgan emas, bu yoqim salqin tushayotir-ku. O'zim men sizga bir oy burunga ketdim, katyol bering deb. To'g'ri. Bir oy burunga ketdim. Xudo xolasa ganglar, bizlarga katyollaringiz bilan tanishtiring. Obunachilar bilan salomlashing, taniydi odam bordir. Biza Berunidamiz, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Beruniy tumandamiz. Assalomu alaykum, hurmatli Ali Egam kanalining obunachilari. Mana bugun Ali og'am kelgan ekan. Shu fursatdan foydalanib mana katyollardan bir zamonaviy katyollarni bir tanishtirib o'tamiz qo'ldan kelgancha. Bizlardan bu yerdagi katyol chiqarib o'tganlarimiz xalq ham bilish kerak. Imkon qadar kundan mana xalqning talabina qarab yaxshiroq katyoldan komfort qilib o'tadi odamlar hozir. Yaxshi sifat. Toza chiqqan majlar toza takrorlab yotirsizlar. Avvat. Yangidan yangisini intilib bormasak hozir konkurensiya sal qarab turmasak, sal izlanib turmasak bo'lmaydi. Shuning uchun xalqning talabidan kelib chiqib, komfortda, imkoniyati kuchli bo'lgan katyollarni ishlab chiqarishga harakat etyapmiz. Men kelib siz yanaga ketganman 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldimi deyman? 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. Qarang, 2 yil burun kelganda men bu yerda bir qator ozgina katyollar tushgan edim. Endi shu 2 yilning ichida qarang, novla chiqib ketgan ekan, videoni o'tirmasdan batafsil ko'ring. Balkim sizga kerak emas ko'mir, gaz bor edi yashaydigandirsiz. Lekin tanishingiz, bilishingiz bordir, o'g'aningiz bordir, shuning bezopasniy, zavodskoy, o'sha zavodda ishlab chiqarib turgan katyollar. Bular zavodda ishlab chiqarib turibdi. Zavod deganda qo'l mehnati va apparatlar, kompyuterlar kesib taxlab beradi bu yerda. Endi qo'l kucham bor. Endi zavod deganda nima tushuniladi? Katyol ishlab chiqarish uchun biz $1 million investitsiya kiritganmiz bu narsaga. Shunchaki hozir bir bolgarka, bir apparat, svarka apparatda ishlaydigan narsa. Barlarim jetdi, biza katyol ishlaymiz deb duo qilyapti. Lekin bizning imkoniyatimiz katta. Bizda Vodiydan, Buxoro, Xorazm, To'mangi rayonlardan eng kuchli mutaxassislar jinab qo'ygan bo'lgan. Ustalar shu yerda ishlaydi. Ustalar shu yerda ishlaydilar. Izlanish kuchli bizda. Sababi bu katyol masalasida chuqurroq izlanib bormasak bo'lmaydi. Mana shunday. Qoyil. Xalqqa yangilik aytavering. Zo'r va shu internetda ko'rdilarmi? Sira sizda chiqsin, chiqib ham turibdi, bir kichkina zavod emas, katta yer. Zavod arqamizda endi. Zavodni bizga ko'rsatishga ulgurmaymiz. Oldingi safar ham ko'rsatmayman. Zavod kerakmaydi bizlarga. Bizlarga tayyor mahsulotlar kerak. Haqiqatan sang zavodi, to'g'rimi? To'g'ri. Sang brendi ostida chiqib turibdi bular. To'g'ri. Endi ne to'lg'a bu yerda boshqa narsalar ham chiqadi. Ko'p biza shuning birsini sizlarga katyol, hozir kerakini katyolni ko'rsatib beramiz. Birinchi yerdan bosh beramiz. Qarang. Katyollaring bu narsani yaqinroqdan ko'rsatib bering. Endi demir material shuniki, to'g'rimi? Shuning materiallardan ishlanadi. Bu qaysi qapoq? Ichindagi buni ichida. Buning ichindagi qapoq, to'g'rimi? Ichindagi qapoq. Shuning demirlardan ishlanadi diyapmiz. Zavodda yana shuning kanallardan yasasiz narsadan ishlab bermaydi. Aliyaga bizada temirni eritamiz biz. Temirni qayta ishlaymiz. O'zlaringizdan eritib. Katyoldan ba'zi narsalarni biz o'zimiz cho'yindan quyamiz bu yerda. Cho'yindan temirdan maxsus quydirib yasaymiz biz. Ko'p narsalar. Endi narsalar bo'lmasa arqamizdagi ular boshqa u narsalar endi o'zingiz kichkina aytasizlar. Shunday. Молодец. Bu katyol hozir bu ko'rinishi, bu deshi kanaltir, ichine tüplütül qilingan, to'g'rimi? To'g'ri. Men bilishimcha. İçinde onun katyol. Yani suvni aylanadi. Katyoldan birinchi ko'mir yonish ichindagi ko'mir yonatan o'chog'i, uning ustida suv aylanatan teplabmenlikda sirtida steklovod. Shu bilan sirtda o'tib yana qilingan. Tap как положение машинinde. Maşinin içindeki kanaltırı görürsün. Bulam şimdi kanaltırdan kaplangan. Lekin içinde izolyatsiya var. Bunun içinde kalın demirden ne işlenge. Sandıkı nesi. Kömür yanadaylar addini.
Shuning uchun zavod. Shuning uchun ya'ni oddiy qo'ldagi bilan zavodda ishlangan narsa shuning bo'ladi, farq bo'ladi. Bizlar bularning yangiliklarni aytib boshlayvering. Bu katyol haqida arasida ma'lumot berib ketaveramiz hammasi, to'g'rimi? Qaysi qanday ishlanganlari. Endi Aliyaga bizlarning hozir 4 yil beruni Qaralpaq sistemasida yana ayting, shu joylar o'rtacha 200 kvadrat, 150 kvadratdan 250 kvadratgacha joylar o'tibdi. 150 dan 250 kvadratgacha joylarimiz bor, taxminan. Taxminan shu. Shularga tavsiya etadigan katyollarimiz mana shu 30lik, bo'lmasa eko 30lik. Bular 330lik degani 300 kvadratgacha degani. 150 kvadratdan 300 kvadratgacha bemalol foydalansa bo'ladi bu katyolni. Buga to'ldirib bir 45 kilo 50 kilo ko'mir solinadi. Shu bilan 10 soatdan 18 soat 20 soatgacha yanına bormaydi katyolda. Shu termoregulatorni maxsus nesi bor? Termoregulatorlari bor. Bir nap qaytaylik shura. Tamam. Mana shu narsa qo'shib beriladi har bir katyolga. Qarang, shu miyasi bor buning. Shu baji bor aslan o'yna. Bu narsasi o'zida bo'ladi bundan. Ventilyatori bor. Katyolga baylanadi, qo'shib beriladi bu narsa. O'zida. Har bir katyolda bir miya, bir ventilyatori bo'ladi. Ana shunday bu 50 gradus kirsa 50 gradus, 70 gradus, 70 gradus shunda o'chib yonib o'zi katyolni boshqaradi bu narsa. Biz shu yerdan kontrol qilamiz, to'g'rimi? Katyolni. Ko'mir sag'animizdan keyin. Shu yerdan kontrol qilasiz. Shu yerdan 1 gradusga qo'ysangiz katyolning yoniga bormaysiz. 70 kerakmi? Uyma 70 gradusda bo'lsin, bo'ldi. Qani o'chsin, shudan kontrol etaman. Shu o'zi boshqarib beradi. Ko'mir solaman. Shu ne qilaveram? Endi buni zamonaviylashib chiqib ketdi. Halaganda qo'yib beraveraman. Hattoki Wi-Fi'da ishlatgan qilib ham beraveraman men buni. Ha, hozir aytib turadilar shu. Endi sapchina beradi. hozir shunday qilib agar nesa, mana klientlarning talabina qarab, shunday qilib beraman. Shunda miya qo'yib beraman. Ko'mir qamadi deb zvont etadi. Telefonga shu katyol egasini shunday. Egasini xabar beradi. SMS beradi, xabar beradi. Katyol ko'mir qamadi. Katyol ha? Shu hozir texnologiya rivojlanib qoldi. Endi katyolning bahasi ma'lum miqdorda qimmatlaydi. U taklifga qarab qo'llanadigan ishlanadigan narsalar. Qo'llanadigan qarab, ha? Shunday. Wi-Fi'da boshqar, Wi-Fi'da temperatura kirgizishdan qilib beraman. Ularni qo'llagan narsalar. Taklifini qarab. Masalan, siz shunday qilib bersangiz, qilib beraman sizga. Wi-Fi'da ishlatam. Sizga telefon qiladi, ko'mir qamadi. Gradus tushib ketdi. Gradus tushib ketdi. Buni tushirsa bo'ladi, ha? Buni ham qilsa bo'ladi. Qo'llagan narsalar. Qo'yil, ana, молодец. Hozir bu prostoy narsa bu. Bu eng obechnisi. O'zingiz kelib xabar olasiz, solib ketasiz ko'miringizni, avtomatik ishlaydi. Kuchaytirib beraveraman ularni, imkoniyatini kelib qarab. Qaranglar, kimga kerak bo'lsa yoqqa deyin. Bu aytgan zavod bu. Shuning uchun bir oddiy prostoyga kelmadim men. Qaranglar, diqqatli bo'linglar. Men oldindan 2 yil burun chiqarganman, lekin u vaqtda endi bizdan nima bo'lib turibdi. O'tgan yil avgustda chiqargan bo'lsangiz kerak, yanglishmasam. O'tkilmadi. O'tgan yil. Bo'lishi mumkin endi, esimizdan chiqdi. Qaranglar, shu daraja o'zgardi. Ujу telefoningizga ko'mir qamadi ichida katyolda deb SMS ham boradi. To'ydamisiz, tashkildamisiz, kelasizda bir telefon salova ko'mir bir chelak. Shunday. Bir chelaksiz ham rasmiy anadi u. Shunday. Mana siz men bir oy burunga ketganda qaysini tavsiya qildingiz? Mana shuni tavsiya qilmadingiz. Mana shu sizning xonadoningizga to'g'ri keladigan o'rtacha katyol. Meni men ham olaman deb keldim, bir oy burun keldim lekin. Endi bu 300 kvadratgacha, bu orqasindagi 500 kvadratgacha. 50lik deb aytiladi bu. 50lik. Bu 30lik deb aytiladi. 30lik. Mana uyima shu bo'ladi, normal, ne? O'sha obishni. Hozir Aliyaga ko'mirlar ham masalan mana bugungi kunda Angren ko'mir bor. Qozog'iston ko'miri bor, Belalma ko'miri, Qozog'istonning Begemot ko'miri bor. Qirg'izistonning Belalma ko'miri bor. Xalagan ko'mirdan yaqaveradi. To'prog'i bormi, irisi bormi? Irisini bu yoqqa qo'y, maydasini bu yoqqa qo'y degan guning yo'q. Lopatka nu bo'lsa to'lib solaveradi. Yiberaveradi. Bu yanada prostoy bu. Yanaveradi. Xalagan ko'mir yana to'proq desa, to'proq ham yaqaveradi buni. Shu eng hozir samarali vositasi shu. Ko'mirda elab maydasi yanmaydi ekan, irisini yog'adi ekan to'lqa degan gurum yo'q. Lopatka nu bo'lsa salib yaqaverasiz. Endi unni apparat bor ekan sizda hozir. Endi to'pani oddiy yoqadigan, irisi yoqmaydigan boqo'ymidi bular endi ular hozir tushuntirib ulardan tushuntirib endi bularga aralashtirib solaveradi. Lopatka shunday nu bo'lsa solaveradi. O'zimizning kolxoz odam podam ham yiberaverasiz. Yiberaverasiz xalagancha. Menga tavsiya qilgan ushadi. Haqiqatan katyol olaman men. Lekin menga tavsiya qilganlar shu. O'zimdan so'radim prosto men. Shuni ichishga oson bo'ladi deb bir oy burunga ketdim. Menga shuni tavsiya qildim zo'rmi? Bir marta tozalaydi, achis qilib, bir marta tozalab. Shuni olajaqman men. Bir marta yoqaveradi, shu bilan uyima. Normalni yetadi shuni. Bu ikkisi bir xil hozir. Ikkisi bir xil havo. 30lik deb aytiladi. 30lik deb aytiladi. Bular boshqacha kublar. Bu boshqacha fasonda ishlangan. Ha, fason boshqa, ha. Bu 50 kvota deb aytiladi, lekin arzonlashtirilgan varianti bu. Bu arzon. 50likning 500 kvadrat qizdiradi.
arzonlashtirilgan variant. Ana bunu qimmatroq varianti, buni arzonroq varianti. Ha, shunda uning ustunda belanda bajari yo'q. Bu aylanib chiqadi. Bunimiz KPD'si yaxshi, bu obishnaroq. Arzonlashtirilgan variant. Arzonlashtirilgan variant. Bu katyolimizning bahasi 8 million so'm. 8 million so'm 50lik. Bu katyolimiz 10 million so'm. 2 million farq etadi ekan. 2 million so'm farq etadi. Buning ichine 70 kilo ko'mir sig'adi. Buning ichine 40 kilo ko'mir sig'adi. Ha, shuni yillari bor, ha? Ha. Qancha ko'mir ko'p sig'sa, kamroq borasan-da katyolning yonidan. Ha. Demak bu naraq shunda. Kamroq borasan. Endi kim ne qolish, bu yomoni narsa yo'q buning, hammasi ham yanaveradi. Ha, hammasi. Buni ham shu yon liboy tapqaningizni tiqaverasiz, yanaveradi. Tapqaningizni tiqaverasiz. Ko'mir saylamaydi. Saylamaydi. Hozir katyol shunday bo'lmasa bo'lmaydi. Sababi bugun Angren ko'mir bor. Ertaga yo'q. Qozog'iston ko'mir bor. Ertaga Qirg'izistonning Belalma ko'miri kirib keladi. Har qaysini ana ko'mir shlak bo'lib yopishib qoladi ekan. Birsini. Mana ko'mirda to'proq ekan, yig'ilmaydi ekan degan gap bo'lmaydi bizadikanda. Ha, bular prostoy narsa degan salasiz yanadi ketadi. Yanaveradi bizga juda sifatli yig'ib beradi ko'mirni. Shunda bilan 30liklar narxini aytmadik biz hozir. Bu 30likning bahasi 8,5 million so'm. Kelishtirib. Bu bundan nima ekan, qimmat ekan. Buningda KPD'si yaxshi bo'lgani uchun. Bu 50lik, bu 30lik. Bu ustidan nesi bor? Lyuki bor. Ustidan pastga qarab, orqasidan aylanib keyin mo'rg'a chiqib ketadi. Arqada pramo mo'rg'a chiqib ketadi. Bunda KPD'si yaxshiroq arqaga qaraganda-da. Talab hozir buga yaxshiroq bo'ladi talab. Kuchliroq bo'ladi arqaga. Yomon narsani tavsiya qilmaysiz-ku, mana tavsiya qildingiz-ku hozir mana. Yaqindan bizlar aliyaga 1 yil garantiya beramiz katyolga. Satdim emas. Ha, sotgandan keyin 1 yil garantiyasi bor. Qanday muammo bo'lsa bizlar iloji boricha muammosini hal qilib beramiz uni. Bizlarga gap so'z kerak emas. Ertaga men bir narsa bo'ldi, katyolim suv oqizib turibdi desam, biz javob berasiz. Javob beramiz, Shunda bu mo'ruzini tozalaydigan narsalarmi bular? Shundan aylanib chiqib ketadi, menlardan tozalab bir marta sutqisida bir marta tozalab yaxshi maqsadga mo'ljallangan ekanda diqilib qoldi, boshqa narsa demaysan ekanda o'zing tozalaversan yaxshi. Endi buni arkasini ko'rsatchakim, keling. Ina bu mo'ru joyisi dedik, qaranglar. Bu ina bu motorchik qo'yiladigan, ana yanimizdagina qo'yib turibdi ekan. Ventilator qo'yiladi. Ventilator qo'yiladi ekan. Bu nima narsa bu? Bu tozalaganda orqasidan axlat buni mo'sirini ugardan nesini chiqarib tashlaydigan narsa. Shunda bu dum hamma yerdan bir imkoniyat ko'p usuviyasini ekanda, shunda buni. Usloviyasi yaxshi. Yondan eldan kul olsang bo'ladi, biridan tozalasang bo'ladi, biridan tozalasang bo'ladi. Katyolda iloji boricha hurmatli obunachilar toza saqlasa, ochishga qilib tozalab tursalar, ko'mir ekonom bo'ladi. Ham issiqlikni tez qabul etadi, shuning evaziga ko'mir ekonom bo'ladi. Toza saqlanadi. Ko'mir katyolda tozalab turish juda yaxshi ne beradi. Ko'mirni ekonom qilishga yordam beradi. Birdan quyaverasan og'zimdan chalaklab, to'ldirib qo'yiladi, bir marta yaqiladi, ketdi shu bilan. Ichini qarang buni. 10 soatdan 18 soatgacha foydalanib o'tiribdilar. Hozir masalan buni qarang. 40 kilo angren ko'mir, to'proq ko'mirni ko'rsangiz ham bo'ladi. To'proq, ha? Ana shu eksperiment qilamiz biz to'proq ko'mir bilan. Eng sifatsiz ko'mir qo'ysalar uni. Ha? Shunchaki qo'ysalar. Eksperiment qilamiz. Eng sifatsiz ko'mir bilan eksperiment qilamiz. Angren ko'mir tonnasi 350 ming so'm hozir. 40 kilo bo'lsa 12 ming so'm degan gap bu. Ha. 12 ming so'm bilan siz 20 soatga yaqin yaxsangiz bu juda yaxshi ip. Juda yaxshi ip. Qancha 701 million so'mga yetmaydi ko'mir. Zo'r. Gazdan arzon tushadi. Hozir bundan chaqara gaz yag'ib o'tirgan odamlar ham 2-2,5 million so'm, 3 million so'm pul to'lab o'tiribdi aynan. Ozroq mehnati ko'mirni saldim demasangiz, to'g'rimi? Hozir ko'mirni saldim demasangiz, 1-1,5 million so'm bilan chiqib o'tiribdi odamlar buni. Qishini. Ha, shu bir oyda 1-1,5 million so'm bilan chiqsalar, juda ekonomishni bo'lgan. Bir oyna yaxshi. Oldingi safar keyin mana bu narsa debedingiz. Bu katyollari prostoy emas bular. Zavod bo'lganimizdan keyin biz ham buni birbiridan suv solamiz, ne qilamiz, yaqamiz, tekshirib beramiz. Bizada katyollar debedingiz. 30 kvot, masalan 100 kvotgacha bo'lgan katyollar 5 barda tekshiriladi. 5 bar. Davlina bar 100 kvotgacha bo'lganlar. Ya'ni 1000 kvadratgacha bo'lgan katyollar 5 barda tekshiriladi. 100 kvotadan 300 kvotagacha bo'lgan katyollar 7 barda tekshiriladi. Hozir bular 7 barda davlina bar tekshiriladi. Bular 5 barda tekshirilgan, 5 bar. Masalan, soldatchilar 2 barda, ibaratan soldatlar nelar bor? Soldatchilar bor. 2 barda ochib beradi. Chiqaraveradi. Bular 5 ta tekshiriladi, 5 davlinadan. Davlinaga chidamli. Ertaga klientning uyina borgan vaqtda yanqida suv oqib qolmasin. Bizlar masalan katyollarimizda sertifikatlarimiz bor. Bizlarda Go'standart agentligidan kelib tekshirganda davlinani tekshiradi.
uslugasini tekshiradi, KPD'sini tekshiradi. Hozir o'ris maktabi borib keldim dedingiz-ku, yura qurganlaringiz ham baribir siz qurib ketganda uni narsa yo'q axir. Baribir tekshiradi izingiz, to'g'rimi? Do'lna berib, Davlatga berib tekshiriladi ular. Tekshirilmasa, yo'tan sertifikat bermaydi tekshirilmagan narsaga. Hurmatli obunachilar, masalan, Go'standart agentligi qat'iy tekshiradi, davlatni tekshiradi. KPD'sini tekshiradi. Uslugasini tekshiradi. Shundan keyin sertifikat beradi. O'zbekistonda 21 tashkilotda sertifikat bor. Qat'iy hammaga sertifikat ola olmaydi-da. Qat'iylarning shuning uchun sifat bo'lmasa, KPD yaxshi bo'lmasa, ekonomikasi yaxshi bo'lmasa sertifikat berilmaydi. U narsalar yo'q. Shunday. Qalang keling, beda keyin Sang brendi o'rtaqlar. Bedani qarang, immunity katta ketgan uyda bir kichkinagina bir xonali uyga o'xshaganlar shunday. Qat'iy. Ularni misoli maktab, endi ular maktab dum katta nelar bo'lsa kerak-da endi. Maktablar hozir shu hozir maktablar ham bir nima bo'lib ketdi-ku, etaj qulay bo'lib ketdi-ku. Bu yoqna bir katyol qurib turibdilar, bu yoqna bir katyol qurib turibdilar. Shunday. Endi hozir maktablarda modulli katyollar qo'yilyapti. Shu masalan chetda turgan katyol 300 kvota bo'lsa, ekovi 600 kvota bo'ladi. Osh kattaning, 600 kvota degani 6000 kvadratgacha. Va. Bu yog'indagisi 200 kvota, 2 danasi bo'lsa 400 kvota bo'ladi, 4000 kvadratgacha. 4000 kvota. 2 etajdan ketaveradi. 150 kvota, ekovi 300 kvota bo'ladi, 3000 kvadratgacha. Keling qani yallanni hozir shuni so'rlab ketaveramiz. Qani shulardan keyin bular ham ko'rsatamiz yana. Yine bu kattalari, bular oldingi safar ham ko'rsatgan edim men. Suv ham qaynatib ko'rsatgan edik. Bular ko'rgazmaga turibdi, kelib turib zakasi beraman desangiz, bu yerda zavodda chiqib turibdi içinde. Endi bu yerda chiqarib qo'yamiz, hozir ko'rgazma. Bular ko'rib turib, kelib, yoqib ko'raman desangiz ham ko'mir ham akka qo'yibman dedilar qani. Oldin yoqib edik bizlar. Eng sifatsiz ko'mir bilan ko'rsatib beraman buni. Oldin yoqib ko'rsatib edik bizda. Shunday. Prostonada chiqib berganda bachok qo'yib men bir 20 minut, 25 minutda qaynatib ko'rsatdim men sizlarga. Faqirda. Yo'lda u narsa guburdab ketibdi. Bu yo'lini shart emas, xalqimiz ham ko'rdi-ku. Katyollar abishinsinden tutup ta ya aytganni akıllısına çaba. Qarang, bundan azdım trendde bo'lib, birovlar reklama qilib yotdi. Shu haqida bizlarga ma'lumot bering. Bundan ko'p odamlar ham so'radi. Bunkerlarni bizlar qilib beraveramiz. Bunkerlarni ham tushuntiraman uni. Yine genkaning shu bunkerni buni olib tashab qo'yibdilar bu yana bunkerni. Bunkerni bir de qo'yilgan ham bu olib tashalib turibdi. Bu aliyaga bu 50 kvota deb aytiladi, 500 kvadratgacha. 500 kvadrat kaldı. Shunday. Endi bunda bo'lib turgan muammolarni tushuntiraman. Ko'p odamlar hozir kichkina motorlarni qo'yibyotir. Direktorlardan shunday ham katta bo'yish ko'p qo'yib. Bunda qo'yganimizga sabab ko'mirda bundan o'tkazsa sasan ham bo'ladi, premo sasan ham bo'ladi bu. Ha, bu bunikimi hozir? Ha, üstüne turadi mesela. Qarang. Bu yerga hattoki hozir bizlar qanday qilib eksperiment qilamiz? Taxta bor-ku? Tamam. Katta taxtalardan yuboramiz shu yerga. Taxtalardan chaynab aktiv qoladi. O bu. Eng qattiq ko'mirlardan tashasan, sindirib akitadi bu yoqqa. Güçlü diyeceksiniz ama. Motor tiqilib qolmaydi. Tiqilib qolmaydi. Hozir bu miyasi bor. Termo nesi bor? Boshqaruv apparati bor. Bunda Italiyada zadniyaga bosadi, qattiq tiqilib qolgan yoqda. Italiyada yoqda aylantiradi. Uchinchisini o'zi tartib ketadi. Agar dim ichine boltka yoki temir shunday bo'lib qisib qolsa, dim ketadi-da, motorni ochirib beradi. Защитный. Kuyib qolmaydi yani. Kuyib qolmaydi motor, ha? Kuyib qolmaydi. Nagorskiga tashab. Keyin bu ochasizda tozalaysiz, ichida temir qolibdi desa olib tashlaysiz. Temirdan boshqasini ezadi. Temirdan boshqa ezadi. Ezadi. Motor katta ekan, qarang bu yerda. Sizlar rak qo'yib berayotganimni. Qarang. Motorga qarang. Men juda baquvvat-da bu. Yomonlagan emas lekin xafa bo'lganlar bilan ko'rdim lekin mening motorlusini ko'rmadim, hayron qoldim. Men mening motor ko'rdim bo'lgan. Aliyaga masalan qaytolni sotgandan keyin ertaga masalan bizlarga orqamizdan gap so'z yaratmaymiz bizlar. Sababi to'g'ri kelmaydi. Katta zavod bizlarniki, bizlarga kichkina sexamiz. Bugun ishlab ertaga yo'qib ketamiz, obro'yimiz shuni harakat etamiz. Ertaga bir motor aylantira olmay qoldi, kuchi yetmay qoldi, yo boshqa qildi deb o'tirmaymiz. Biz o'ta sifatlisini qo'yamiz. Adamlar normalni pulni olamiz, normalni vaj beramiz. Normalni vaj beramiz. Normalni pulni olib, normalni vaj beramiz. Prosta masalan Aliyaga katolon bo'lmay qoldi deb kelsan, men sizga arzon berdim, u katoldi. Ha. Deb ayta olamanmi men sizga savol? Endi ertaga men ham to'g'ri kelmaydi-da, siz bilan tartishib yursam, men katolga kelsam ertaga aga bu suv vaqtimindan motorimiz ishlamayapti deb kelaversam. Ha, ana shu bo'lmaydi. Normalni vaj qo'yaman, normalni pulni olib qo'yaman desangiz-da. Hozir Xudoga shukr xalqimiz ham boy. Menga pulni beraman, normalni olasim keladi. Yana ayting, hozir xalqimiz ham boy. Xalqimiz ham muammosiz narsaga, komfort narsaga o'tyapti xalqimiz hozir. Shuning bo'lgan yaxshi. Ha. Bo'lgan yaxshi. Gap yo'q. Shuni bajarib ishlasangiz olaveradi. Shu bahada qo'yib qo'yaman. Ha. Aytibdilar, katta motor qo'yibman, asangizda shuna.
Ama sana zaten tuttu prosto becesi hesap vereyim ben de. Prostoy vaziyat hesap bersam, ertang bersam arkama gap keladi-da. Doğru şu. Men yana aytib o'tiraman, masalan, katolni satsam, arzon bahoga bersam, bu metan o'ch qo'yib bersam, men sana katolni arzon berdim-ku deb ayta olmaysan xalqqa hozir. Shuning uchun men sifatli narsa qo'yib beraman, javob beraman bergan katolimga. Bir kishining gördüm, katyol kurdurganlar, shuning katyol. Rostdan ham motori kichkina edi, bir ko'rasizlar men videomi, xudo xolasa, lekin motori tushunmayman. Endi boshqadan birdan olmadim, men so'radim. Men reklama qilganda oldingizmi, sang-sangdan deganda, "Nida u?" deb so'radi. Boshqadan harakatlarda. Gap yo'q. Men lekin uning motorini ko'rmadim, haqiqatan. Baquvvat narsa bo'lib turibdi narsa. Motori kichkina edi lekin ular. Bilmayman lekin. Tozalab, Kelinglar, buyoqlarni buni endi olib turib ko'rsatib qo'yibdilar, ana ustuna qo'yasizlar, ko'mir salasizlar. Mana farsonkisi bu kipidisam juda yaxshi ishlangan. Mana turbaning orasidan o'tib, kitoblar bor. Kitoblardan chiqib, bu yoqdan chiqib, keyin orqaga qarab ketadi. Bu yerga tiqqatan shinakchalar ham bor. Qo'shimcha beramiz sana sen. Ha. Ham yog'i kipidini saqlash uchun. Katoldan kipidini saqlab, issiqlik mo'raga ketmasligi uchun qilmaslik uchun. Bu yerga solda chiqib qo'yiladi, bu yerga datchigini qo'shib beriladi. Mana shunday. Hozir endi bu yerda quyoshda turibdi, shuning uchun bu narsalarni ichkariga kiritib qo'yibmiz. Ha, bu datchiklari, soldatchiklari vajari ular endi akitkamat hammasini komplekt beriladi. Yani vajari, bu miyalari bor alamoning. Bir de prosto ko'rgazmay turibdi, to'g'ri. Yani bu tayyor bo'lib turganmi yo? Bormi olib turgan? Ya bular ham endi aziz, buning zapchastlari ham ichkariga turibdi. Buni ham chiqarib qo'yamiz. Yine aslında injinin zapchasina qaranglar mana. Bunun parriklari ham bo'ladi o'zida, to'g'rimi? Motorchiklari, ventilyatori, miyasi, nesi bo'ladi? miyada avtomatik o'zi ishlaydi, avtomatik o'zi ajratadi buni ham. Ana shu. Bunda holatda turadi. Ash bel bilan ataverasan ustuna ko'mir, ha? 140 kiloda ko'mir ketadi bu ham. Mana shu bir ketadi mana bu resmi ketadi bu. Chekla ketadi mana. 140 kilo ko'mir ketadi. Yoqaveradi. Bir saladi. Ketdi shu bilan. Neden ko'mir oladi buning ichini qara? Qo'ydim katta. Birda endi aytaman-ku. Xalqqa iloji boricha qo'limizdan kelgancha komfort yaratib berajaqmiz. Qo'limizdan kelganimiz. Deb turadi, bosaverasan. Ha, kam harakat, katolga vaqtni kamroq sarflashning harakati. Ha. Bu 50 kvotasi. Bu 50 ekan. 30'u. Ha, kichkinasan bor bundan. Ha, 30 kvotasi. Ha, 30'lik ham bor ekan. Bu shunda 30'lik deganda 300'lik. Bizning uylarda ponni bo'ladi bular. 300 kvota bu. 300 kvadratga. 300 kvadrat. Mana yerim 300 kvadrat chiqmaydi. Shunday. Shundan bo'ladi ekan. O qana bu narsalar? Ha, bu yoqda mana buni. Ha, bu yoqda ekan. Uzr men ko'rmayapman. Bu boshqa narsa deb turibman burada yaqin. Demak, qat yo'l ekan bu yoqda. Ana uni motorchiklari ochiqdan anatilgan ekan, qaranglar. 2 dana reduktor bor shunda, to'g'rimi bunda hozir? 1-2 reduktor. Motor beradi. Motorga nagruz tushmaydi, bemalol. Ya'ni yezib tartib ketaveradi. Tırtırtıp. Bir de turbası kömür buladı. Karşı o'zi avtomatik düzüp turadi. Tizz tibalaveradi. Kömür yo'qolsa. Jikir tibalaveradi. Buni ham yana ayting aliyaga. Miyasi komfort. Bunkerda ko'mir qolmadi. Ha, SMS baradan buni ham zat bo'ladi. Ha. Keyin ichi tiqilib qoldi, shinak aylanmay qoldi. SMS baradi. Ye, молодец, qoyil. Shunday. O'sha zat ham berib bilasiz. Bilaman. Uydan ichining gradusini o'lchab turadi, uydan ichini boshqarib, o'zi gradus qo'yib, o'zi pasaytirib, o'zi kuchaytiradigan ham nesi bor. Telefon tinqa keladi, qarayman, o katyoldan keldi SMS. Wi-Fi nimalardan, Wi-Fi nimalardan o'rnatib beraveramiz sizga. Talabingizga qarab. Ye, молодец. Pulidan, nesindan ya xarajatidan qochmasangiz bo'ldi. Ulardan qilib beraveramiz. Bular beshinchi, lekin uni qo'shimcha qilib ber desangiz, ular puli qo'shiladi lekin. Hozir bular beshni o'zini olaman desam, mana chizim berasiz pullari, ma'lummi hozir buni? Hozir A5 holatida bu 15 million so'm beramiz buni. Inshu durishi hozir inshu A5 kelishini 30 kvota 300 kvadratniki 15 millionga beramiz. Ha, bunisi 50 kvotasi 16 million so'm, 1 million so'm farq etadi bunda. Ha, nechun nim bo'ldi? 50lik bilan u 1 million so'm farq etadi. Ha, endi nima deganda ekonom motori bir qo'yiladi, u ham. Sababi kichikroq katolga maydaroq ko'mir, ulug'roq katolga irroq ko'mir solinmaydi u. Hamma ko'mir bir. Hammasi bir xil. Shuga motor ham, shinaga ham tabana shunda, prosta katolning gavdasi kichikroq qildik bular. Farsonkisi kichikroq, katolning gavdasi kichikroq. Tamam, u 300lik dedingiz, bu 50lik, 500lik bu. To'g'rimi? Shunda 1 million farq etdi bu. 1 million farq etadi bu. Qo'yilgan materiallar vajari bir, bu ana katolning gavdasi katta bu. Shunday, salgina material ko'p ketdi shuning uchun. Ha, masalan, anaga qanday miya qo'ysa, bu ham shunday miya qo'yadi. Hammasi bir xil. O'zini klienting o'zina qarab zatib berasizmi? Shunday. Masalan, siz agar bu shunda 500 ham yaxshi-ku. 500 kattaroq qilsangiz ham ko'p qimmatlamaydi bahasi. Ha. Shunday. Hozir men buni qarang.
Endi aytilish bahasiki geliş beresiz-ku gelseler ben men kanalımdan Aliyegem'den gördüm de 16 milyon bu muydu-ku ben 1-2 so'm qaytib berasizmi ularda? Gele versinler. Mehr ko'zda kesim bir amallar Yesim göreyim ben şu adamı da. Şu adamı da göreyim. Kengler xudo xolasa aytilish baholar ekan, Mehr ko'zda. qo'rqib ketmanglar bir yerda. Kelishamiz. Xudo xolasa aytib zavodni Kelishimda savdoda juda baraka bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar kelishamiz. Kelishimdan ko'ngilni qoldirmaymiz. Qo'ldan keling, kelgancha harakat apparatlarni qilamiz. ko'ring. Bir de ne to'lqa 1-2 dan emas, bir de ko'p. Qaysi birini tushuntiraylik sizlarga? Yana qaysini tushuntiramiz? Keling. Sang birini Endi mana Yenam, qarang, buning kichkinalari bor. bu arzonlashtirilgan variant dedik. 30 kvota. 6 milyon 700 ming so'm. Endi masalan bizga arzonroq kerak, biroq 300 kvadrat yerda qizdirish kerak, arzonroq katel kerak desa, shular taklif etamiz. 6 milyon 700 ming so'm. Bundan ham chiroyli foydalanib o'tirgan odamlar bor. Yine yine 6 milyonluk. Dovolim bo'lib o'tirdilar. Yine bam 6 milyonlukmi? Ha. Yine 6 milyonluklar. Hali brendlar endi qo'yiladi yana. Demaklar, sang brendi. Shunday. Zaklubkilar chis yopishtiriladi, paketga turibdi. Shunday. Bular katyollar toza masala, bugun chiqarib qo'yibdilar bular taxlab. Shunda bular 6 milyon 700 ming so'm beriladi bu. 6 milyon 700 ming so'mdan belladi ekan uyingizga yana обычный prostoy katyol. Buning ham orqasida motorchiklari bor. Miyasi bo'ladi buning ham. Motorlar arkasında bak gen görseting operatorni. Qarang, oshidagi motordan, oshidagi miyadan joylashgan. Buning ham aqlli bo'ladi bu ham. Buning ham arkasında motorchiki bo'ladi. Havo ya yetishtirib bermasa, ichi yanmasa, shu yoqqa netadi. Gaz beradi, fu ettiradi. Gurdan yanib ketadi, doshsasam ham ichini. Shunday. Normal narsa. Unutasizlar. Ya buni ham chiroyli qilib foydalanib o'tirdilar. Endi men masalan GMga borsangiz, Nexia'sini reklama qiladi. BMW'ga borsangiz, BMW'sini reklama qiladi. Masalan, shuga qarab bu prostoy обычный katyollar bo'lsa, yaxshiroqlarga qarab, imkoniyatiga qarab yaxshiroqlarni olib boraveradi. Ular ham manzilga olib boradi, normalni qizdirib beradi demoqchiman-da. Hammasini yo'nalishi bir deysiz-da, baribir. Endi doğru qulayliklari bor. Ya aytibdilar, qulayliklari netavergan sayin ko'payavergan sayin, Wi-Fi'dan ya da telefonda boshqaraman desangiz, asta-asta pul qo'shiladi deb turibdilar. Обычный, yine shularning 6 milyon 700 ming so'mdan bo'ladigan bo'lsa, oriyog'ini o'zingiz tushunaveringki, yana men Wi-Fi'da telefonda ishlataman, ya bundan ham sal udobniroq kerak desangiz 1 milyon qo'shiladi, sal mini olasiz. 3 qopqoqli olasiz. Bu 2 qopqoqli bo'lishi mumkin. Sal pul qo'shtirasiz. 3 qopqoqli olasiz. O'zingizga moslab beramiz. Ha, ish qilib. O'zingizning taklifingizdan qarab, hamma zot inovatga olinib, shunday holatda katel tayyorlab bera olamiz. Xafa qilishmi yo'q, faqat kelish kerak. Zavodning o'zidan ko'rib olish kerak. Shunday. Zavodda bo'lgani katyol chiqmaydi, boshqa narsalar ham chiqadi. Shunday. Bir de ko'p narsa chiqadi. Gelib shedi bir ko'rsangiz, shu yerda turib ko'p narsalar bor. Bir de dolib eshikni ber. Eshik, ayna, tayyor, gotoviy va eshik aynalarda xudo xolasa keyinroq yana bir kenglikda videoda qilamiz bu narsalarni. Undan tashqari vidagli siz o'tiradigan vaje zavodga kirsangiz dahshat vaje javob edi. Deysiz sata tayyorlanib turgan vaje, men aytdim keyim ketdi, bolalarım o'ynaydi buni. Dayib tushdim vajaram bu edi. Tamam, neyse, gelsangizlar ko'rasizlar. Keyin qarang, bularni ko'rdik. Ina bu katyollarni men menini ko'rmadim. Bular nima uchun turibdi? Bular. Endi hozir bunday narsa borda. Masalan, katyol sistemasini to'lqi gazda yanatan katyolimiz bor. Endi ko'mirsiz men. To'lqi gazda masalan ekonomishni gaz katyol kerak deb kelib turganlar ham ko'p bizga yanimsa. Undaylar ham katyollarni tayyorlab berib o'tirmiz. Hozir ulgurmadik. Ichkarida u katyollarimiz. Undan keyin gaz plus ko'mir bor. Hem gaz hem ko'mir yoqaverasiz. Shunday, masalan, gaz bugun bor, bir kelib bir kelmay turibdi, shunday xonadonlar bo'lib turibdi. Gaz plus ko'mir. To'lqi ko'mir bor. Mana ko'rib turganlarimiz to'lqi ko'mir bular. Bular to'lqi ko'mirdan o'din, podin, yanada vaj bo'lsa salaverasan. Yanadi. Bular gaz plus ko'mir. Pastinda gazoviy garex qo'shib beriladi. Mana bayramman buni uchun 3 qopqoqli bu nega toza chiqqan ekan deb turibman bu katyollar. Bularning imkoniyati ham yaxshi. Ulardan ham ya miyasi termoregulator miyasi bo'ladi buning ham. Orqasidan ventilyator qatiriladi. Pastina qo'shimcha gazoviy garex qo'yib beriladi buga. Gaz kelsa gazdan foydalanadi, ko'mir desa ko'mirdan foydalanadi. Gazni yog'ib o'tiradilar, gaz pasaydi desa shunday garexni chechib oladi, qapqoqni yapadi. Ko'mirni to'ldiradidan chaqiradi, ko'mirdan foydalanib o'tiraveradi. Gaz keldi deydi ertagina, reski gazoviy garexni qo'yadi-da, gazni yoqib yuboradi. Nima deydi? Uy sovib ketdi-ku, barkaning katyoldan xabar oldi deydi, barsa o'zi gaz yo'qolgan bo'ladi, yo'q bo'ladi u. Yo'q bo'ladi uy sovsa. Ko'mir urib berasandan, yoqib berasan deb turibdi, ko'rdingizmi? Imkoniyati ko'p. 3 tane qopqoqli, ina xohlaganingizda shunday. To'ldirib sap qo'yiladi. Buni boshqacha qo'y buni. Juda yaxshi buni ishlari. Juda chiroyli ishlangan, KPDsi juda yaxshi bo'ladi ham, bularning ham sertifikatlari bor. Buni ham standartdan odamlar ham hayratda qoldi bu katyollarda ko'rib.
Bular gaz plus kömür ekan bular. O'rtaqlar. Tok plus kömür degani yo'qmi? Bor bundalar. Shu analarga masalan bizlar qo'shimcha aytib o'tib keting. Mana shu katyollarga bizlar ten ham qo'shib berib turibmiz. Kenglar, tok plus kömür degani. Tok plus gaz, tok plus kömür. Bu masalan ten qo'yib berib turibmiz. Bu yana ten qatiriladi, bu yana obratga olib ketadi. Ten ham masalan shu 6 kW ten qo'yatan bo'lsak, buni ham 3 ga bo'lib baylab berib turibmiz. 2, 4, 6 qilib, yo bo'lmasa 7,5 bo'lsa 2,5 qilib baylab berib turibmiz. Tok plus ko'mir. Hozir shunda bu prostoy deganingiz 6700 deganingizda buna tok ham bo'lsa bo'ladimi? Tok ham bo'lsa bo'ladi. Endi buni ham taklifini qarab, tokning tenning pullari qo'shilib boradi. Evet, bular addini. Hozir bu kömür uchun moslashgan. Agar ilojisi bor, imkoni bor. Bor, imkoniyati bor. Ana, ko'rdingizmi? Gaz plus ko'mir. Zavod berib Gaz plus ko'mir. Tolqi gazning katyollari ham bor, ko'rsatamiz uni keyin. Tolqi bular ko'mirlardiki. Ana shunday. Imkoniyatdan kelib chiqib, taklifini qarab men ne qilib beraveraman qo'ldan kelgancha. Mening hozir tushunishimcha, bilishimcha, bular hozir qangaltiring ichida utopiyatlar qilingan, uning ichida katyol dedik-ku ya boshda. Bu narsa ishonishining maqsadi katyollar endi ozgina vaj bilan qizadi, desharaga chiqarib bermasin degan adashlangan, to'g'rimi? Men bizlar lopatka ishlab chiqarganmiz oldin. Oddiy o'zimiz lopatka. Lopatkani bizlar shu peshda kvalitetidan bo'ldik. Shu vaqtda pesh vodiydan kelib biroz usta pesh yasab berdi bizlarga. Peshni shunday yasagan vaqtida karbishni o'rib, sirtidan list qo'yib, stiklovat qo'yib, obshivka qildi. Bu maqsad nima desam, o'rislarda gap bor. Joyda qizdirma, ichindagi issiqlikni saqlab bil. Shu nuqtai nazardan, ya'ni katyoldan esa imkoniyati yaxshi bo'ladi. Men utopliniyasiz bilan utublina qilmagan katyolning ichida ko'p razensani ko'rdim. Ko'p razensa bor, Ko'p razensa bor. Masalan, bir kunda 70 kilogacha rasxod qiladi. Agar utublina qilinmasa, utublina qilinsa 45 kiloga tushadi shu narsa. Hozir ko'p yerlarda ko'mir katyollarda utublinasiz qilib chiqaribdilar. Tab 20 kilo 25 kilo ko'mir razensa qiladi. Bular bilan farq etadi, gap neda? Zavod bilan ana shu yerlar, qaranglar, zavodda aytganimizning biz eksperimentni juda ko'p bateriyamiz, ko'p pulimiz eksperimentga chiqadi bizdan. Tekshirib ko'rib, ya'ni seni tekshir, buni do'lnasini tekshir. Shunday. Shuning uchun bizlar chuqur izlanish olib boramiz, ko'p rasxodimiz ketadi izlanishga. Shuning uchun ham yangilikka erisha olamiz-da biz. Shuncha aytib turibmiz-ku bizlar ham internetda ko'ra dag'allara, obunachilarimizga bera kelib turib ko'rganingiz ma'qul. Ana bu yerda zat tutdilar. Bu katyolga kirsangiz danamaysiz. Men ham donamman. Endi bunning chiroyli, bunning kanalga qo'yilgandan keyin aytamiz. Bular nima uchinda o'tib yetil ba'zi shuni so'rab turibman. Endi men bilaman, siz bilmasangiz ham shu savol berib turibman. Buning aytib turibdi-ku, ko'chizatilgan bilan buning orasida katta farq bor. Biz kimdir qo'rqib chiqaman indan uyinda. Hey, rasxodi ko'pining bular aldab turibdi deyish mumkin. Mana bir chelak bilan hozir biz palan sotayapmiz deymiz-ku. Lekin sizning bir chelak bilan ana shuni yoqib olmay turganingiz boshqa katyoldir balkim. To'g'ri emasmi? Ya bizlardan bidamagandirsiz shu katyol. Yana agar bizlarda telefonlarimiz ishlab turibdi, qaysidir bir bizlardan katyol olgan odamdan qandaydir muammosi bo'lsa, imkon qadar bizlar hal qilib berib turibmiz. Hech qaysilari bir nedovolin bo'lib o'tirgan odamlar yo'q. Ya'ni bizlar nedovolin qilmaymiz. Sababi bizlarning orqamizdan gap yurishini yo'l qo'ymaymiz. Bu narsa harakat iloji bo'lsa yaxshi. Bu odamning boshqa yerga borib bu yerda katyoldan yomonlab o'tirishi bir katyoldan qimmatga tushadi mana. Tushuntira oldimmi? Gap yo'q. Bundan yaxshi imkoniyatim bor, qo'limda zataman beraman shu klientni rozi qilaman-da. Rozi qilaman. Молодец. Rozi qilishda baraka bor. Gap yo'q. Gap yo'q. Ekranda nomer qo'yaman baribir o'zingizdan taalluqli. Bizdan yanqadin baribir aramizda size o'ylaganim bo'lmaydi, qolib ketishi mumkin biza buni tushuntirmasligimiz mumkin. Telefon qilib so'rayverasizlar. Bemalol oldingi safaram video qilgan vaqtda siz emas menga chiqdilar ko'p odamdan, ishonavering. Men aytib o'tirdim-ku sizga telefonga o'tib. Yomon ko'p odam aytdi. Shunday. Shu videodagi nomerni ko'rishni o'rmaydilar axir. Menga chiqadilar-da. Shuni katyol kerak edi. Katyol kerak edi. Telefon qilinglar, joni yo'q, gap yo'q, jonlaringiz sog' bo'lsin. Katyol sistemasi bo'yicha zavod ber. O'zingizga qiziqtirgan savollaringiz, yaqinda uyingizning necha kvadrat, nechkini qo'ysam bo'ladi, maslahatsangiz ham bo'ladi. Biri kelib turib maslahatlashsangiz dim zo'r bo'ladi. Ava kelsin, masalan biz so'raymiz, sistemani qanday ishlangan, uying qanday yerda joylashgan, qanday fasonda joylashgan, ko'plarning uyi bazalt qoplangan, ko'plardagi alyumin batareya, ko'plardagi cho'yin batareya, ko'plardagi registr, shularga qarab takliflarimizni beramiz. Bizlar shu hammaga bir tur katyolni reklama qilavermaymiz-da, Aliyag'am. Buning uyindan, imkoniyatidan kelib chiqib bizlar katyol taklif qilamiz. Hozirina hammasi bizlarga yana ayting, rozi bo'lib o'tirishni xohlaymiz bizlar. Norozi bo'lmasin hech bir norozi bo'lmasin.
Endi siz hozir taklif qilaman deganingizda men yana bir narsa keldi, qarang kallama. Hozir ko'pinglar bir-birini deyib ketgan. Deyib salinganda. Shunday. Biz yana hozir meni qishloqda yedaman. Men yana qishloq yering nesi uyimina qarang. Bu meni uyim. Ina bu qo'ng'ishim, uy aralar ochiq, arasida atiz bor, yo'l bor. Ashunday uylaringiz bo'lsa, sizga shunga qarab katyol taklif qilaman deydi. To'g'rimi? Kuchliroq katyol kerak o'rga. Ha, addenli uylara. Bizning uylar addenli-ku misol. Masalan, oldinda joy bor, orqasida joy bor, ikki qaptonda joy bor uylardan qarasang ko'mirda ekonomiya kuchli. Kam ko'mir ketadi. Tez qizadi uylar. Tez qizadi. Birovlardagi yolg'iz joylarda masalan, bizga yolg'iz joylar misol. Yolg'iz joylarda ko'mir ko'proq ketadi. Uning katyoli boshqacharoq bo'ladi. To'rt tarafdan sovurib turadi. Ha, shunday. Shunga qarab bizlar imkon qadar sistemasini taklif beramiz, katyolni taklif beramiz. Qo'ldan kelgancha bizda mutaxassislar bor. Shu mutaxassislar taklif beradi. Juda kuchli santexnik ustalar, juda kuchli payvandchilar bor menda. Hozir menga shuni taklif qildingiz. Meni uyim yakka, 300 kvadrat dedingiz. Qaranglar, obunachilar premyerni sizlar bilan aytib ketchakman. Qaranglar, men tushunishim bo'yicha. Meni uyim yakka, men 300 kvadrat etadilar, shuni taklif etdilar. Prostoy, oddiy. Oralarda ham parrikli, o'zing solib qo'yasan, uni narsa emas. Endi prosto men shuni bir netav dedilar. Diyecekim, sizning uyingiz menikidan yakka emasdir, shuni yakka. Sizniki yanqidan qo'shib solingan, nima deydi, devaraklarni yana uy bo'lib xonada bo'lsa, sizlara yana uyda kichkinaraqlari bor, misol. Ashunday kichkinaraqlar taklif to'g'ri keladi unda yerlarga. Bu kattasi baribir katta uylarga katta rasxot etadi. Ha. Chunki katta uy qizdirib berish uchun rasxot katta etiladi. Sizning uyingiz kichkina yag'ida pana bo'lsa, kichkirag'an taklif beradilar sizlara. Kichkina rasxot ketadi. Men 2 chelak yaqsam, siz 1 chelak yaqasiz. To'g'ri. Ana unda men 10 chelak yaqsam, ana u katta maktab qizdirjak bo'lsam, 10 chelak. Bunda yarim chelak yaqaman. Ana shunday bo'ladi-da. Shuning uchun biri kelib mesat ağalarınız uyingizni aytib berganingiz yaxshi. Shunday. Mesatlashib olganingiz yaxshi. Katyol xirrik dedi. Chiqib yotdi. Oldin ozgina ana reklama qilamiz. Hozir dim ko'p. Bir endi qish sezoni tayyorgarlik bor. Bor. Endi hozir misoli saylab ekitish imkoniyati bu yerda bormi yo'qmi? Shularni bir biladikdan. Endi bir hozir ko'ramiz. Burada ko'plar katyollardan masalan bizda hozir daftarimizda bir 300 ga yaqin odamning ro'yxati bor. Katyol zakaz etdi. Zakaz. Hozir bulardan ko'plari ketadi. Egalari bor deysiz. Hozir masalan kimningdir bu katyol turibdi, mana ekovi bir meniki. Ekovikaniki ketadi bu. Bular egalari bor, Ustasi kelmay turibdi. Mana 4tovi ana bir uchovini ham ketadi. Mana boshqa bir klientniki. Ular ham hozir turib turaversin, o'zimiz zvon etamiz deb qo'yibdi. Atak shuga qarab haftaning ichida men aytmoqchi bo'lgan narsam, haftaning ichida 3 kunning ichida vaziyatini qarab chiqarib yuboraveraman men. Hozirda masalan siznikini yuborib, siz bugun yuborishim shart emas degan odamnikini yuboraveraman. Sirklasda qilib turaman, zaruratga qarab. Ha, tezlashtirib qurib. Endi bir hafta srok olaman, imkoniyat bo'lsa 4 kun, 5 kunda ham chiqarib beraveramiz. Tozadan zetiladi axir. Tozadan uzatiladi. Sabab hozir men aytmoqchi bo'lgan, men quruq xalqqa sotmayman, bizda qurilish korxonalariga ham juda ko'p beriladi. Budjetni maktablar, kollejlar, hozir o'zida shu masalan mana Beruniy rayonidagi To'ltkirlarga, Ellikqal'aga, Mang'itga ketayotgan katyollarimiz bor, maktablarni. Sho'lar uzoqlar ha? Shunday. Keyin hozir kelib turib bunda shuni turgan katyollar, men buni ikkitama shuni berasiz deb tutishma yo'q. Bir agar zakaz qilasiz, yozib qilasiz. Dim qistov detam bo'lsa, bir kun 2 kunda amallab imkon qadar taxlab yetkazib berishga harakat etaman. Dim qistov detam bo'lsa. Vaziyatdan qarab. Oshillarni ham aytinglar, keyin reklama qilding. Men bordim, katyol yo'q ekan degan narsa yo'q. Bir zavod ishlab chiqaribdilar, ishlab chiqaravergan. Kechi bilan yapti. 300 dana zakaz bor dedi. Bu 300 danani o'zi zatib yotdi ham chiqaraman. Hozir birava zarur bo'lmasa sizga beraman deb tutdilar. O'sha yerlar ham bor, keyin telefonda urushma bo'lmasin, noto'g'ri tushunishma bo'lmasin. Kelinglar shuncha aytamiz, ko'ringlar katyollar turibdi, lekin egalariga yetishi kerak. Ulama aytganini ustalarga qarab turibdi. Usta kelsa ikit quradi mana. Lekin shundan ham bugun ko'rsatdik, yaxshi bo'ldi qayta ikitmabdi. Ana uyda mana anchasi turibdi ana. Lekin turgani foydasi yo'q, egalari bor ekan masalan. Zakaz. Sizlar ham berjak bo'lsangiz, shuncha eldan harakat qilasizlar. Telefon qiling, bo'lmasa keling, ko'ring katyollar bilan donishing. Yaqib ko'rsangiz ana chelak olasiz o'zingiz. Bular yaxshi shart emas, o'zingiz yaqin. Bir chelak ko'mir angda uring yaqin. Endi bu yerdan to'qatchilarlar tayyor bajari. Yo'mkisa endi yo'q ekan, avvalgida taxlanib turibdi avval. Zo'r bo'lib turibdi. Suv ham bor edi. Yaqib ko'raman desa sharoit qilib beraman. Yaqib ko'rib teshib olaman desangiz ham bo'ladi. Biz zavod. Xudo xolasa. Boshqa yana nima qoldi tanishtiradiganimiz? Katyollarni ko'rdik, Orient taraflari ko'rmadik-ku. Bular endi agar netsa telefon qilsa, men shuga qarab baholar bilan tanishtiraveraman men. Hozir bu yerdan chiso'mdan chiso'macha shuni ham aytib ketay, taxminan. Endi 6700 eng kichkina katyolim bo'ladigan bo'lsa, eng balandi 45 million so'm. 45 millionlik ana kattasi. Kattasi.
Şunda en azı bizde şu zavodunuzda en arzanı 6 milyon 700. budjetlisi 6 milyon 700 bin so'mdan başlanadi. Ha şu en budjetlisi şundan başlanadi 45 milyongacha. Qaranglar 45 milyon degani hu ana katta ikki yandan chiqadigan zangisi bor. Buning ham yog'i Maktablarga, yaqin banklarga qo'yadi, to'g'rimi? katta, masalan 6000 kvadrat, 7000 kvadrat yerlarga qo'yiladigan narsa. Al endi en qiziq yerine geldi. Bu katyolu men aldım. Men Gelik'te geldim 350 bin dolarlık. Buna iki tölim ben. Çıkıladım aparıp yetkizip berişini çıkıladım. Qaralpaq Xorazmning ichida dastlab qilib beramiz biz. Heh. Bizden şu Toriyat Qaralpaq Xorazm Qaralpaq Xorazm bo'yicha besplatni dastlab qilib beramiz sizga. Ana, yetkizip beriş bor ekan, oshillarni ko'p odam so'raydi mendan. Aytib o'tib ketaman. Keyin usta taraflamani chiqiladi. Misoli usta taraflama odam bo'lsa, vaziyatini nesine qarab, masalan bizga ko'p ustalar murojaat qilgan, 50 qala 4 yildan klientlarimiz bor. O'zini mutaxassisini taklif qilib beraman men. hozir buni men bormi deydigan bo'lsa, men mutaxassisni taklif qilib beraman. Qanishi menda hozir buni olib borib tashladingiz, u yoqqa men nishat quraman buni baribir. Men usta kerak sizga o'zingizning uyingizdan yansa masalan 4 yilda bo'ladigan bo'lsa, siz tarafdan mutaxassis ustalar bormi, tanishlarimiz bor bu 4 yildami? 4 yildan ustida bir 20 ga yaqin ustalarimiz bor. Xorazmdan bor. Xorazmda da bor. Hozir birovga Xorazmda dastlab ketib bersangiz, Xorazmdan kelgan odam bo'lsa, Xorazm, Qo'shko'pir, Yangiariq, Yangibozor, polni yoqlarga ko'tarib tashladik. hammasini bor, yetkizib tursiz katyollar. Yoqlarda nelar bor? Shu ustalar bor. Mammasi topshirilgan, mammasi klientning partiyasini olgan ustalar bor. Shularga boylab beraman. Ha misol uyda balki qadimki katyol bo'ladigan bo'lsa, kesib tashlaydi, ondan olib borib o'rnatadi. Shunday. Ha mayli yaxshi. Bu katyoli yaxshi uylar birlikda bordir. Uyinda umuman katyol ishlanmagan, katyol olacak sizdan. Misol uyina ponni uyini montaj ettirecekda, yani. Keyin katyol olacak sizdan. Ularni chiqiladi montaj için. Shu aytmoqchi bo'lgan narsam, uyining lokatsiyasidan kelib chiqib usta taklif qilaman men o'g'a. Siz ustalara agar ne bo'ladigan bo'lsa, aytasiz. Xanqadan bo'lsa, xanqadan usta taklif qilaman. Bor edi. Shuningizga moslab sizning ustalar ishab beradi. Ishab beradi. Ko'mir katyola yoki men gaz o'zim masalan men taklif qilaman, xanqada bo'lsa, xanqada ustani taklif qilaman. Bu ustaning kamchiligiga javob beraman men. Ha, qanday nelar bo'ldi, agar men taklif qilgan usta ishlasa, neto ishlab ketsa, sizga murojaat etadi. Men o'zim ko'raman, muammosini o'zim hal qilaman. Ertaga bilan suv oqib ketgandagi ustalar. Ha, men taklif qilgan ustaga men javob beraman. Siz javob berasiz. O'zim javob beraman. Ana shunlari kerak, videoda aytib ketaylik, gap yo'q. Rahmat uning uchun avvaga. Bu darajam netadan odam yo'q. To'g'ri. Zavodman deganingizda haqiqatdan shunday bo'lishi kerak. O'zi bo'lishi kerak shunday. Murojaat qilaverasizlar, kim uyga katyol kerak, usta bor deydilar. Nedan bo'lsangiz, misoli bir bedamas usta, bir uydan bo'lsangiz, bir uyda men aytiblar palondana 4 yildan bo'lsangiz 4 yilda 20 dana ustam bo'lmaydi dedi. Qo'rqmang, murojaat qiling. Xorazmda. Nedan bo'lsangiz, kelasiz, ko'rasiz, uyingizda ko'mir katyol olmasacaksizmi? Plus ko'mir tokmi? Plus gaz ko'mirmi? Navadi? Gaz plus ko'mir. Ha. Shuning kerakmi katyollaring? Men ham kelishmay qoldim aytaver. Liboy imkoniyati bor bir zavod. Ne только bu katyol chiqadi, bir de boshqa narsalar ham chiqadi. Katta zavod, sang zavodi. Xudo xolasa ekranda nomer qo'yman aytganlar deyin. Endi tushuntirdik qo'llangancha, to'g'rimi? Ma'lumotni berdik. Katyolun her türü var. 6 milyon 700'den başıydı dedik, ta 45 milyonacha bor. Shunday. Endi aytilish baholari, kelishasizlar, savdolaşamiz dedilar. Yo'q, men shu 6 milyon plan dedim, shunga beraman degan narsa yo'q. Keling, xudo xolasa. Sizlar rozi, bular rozi, olaverasizlar. Tushuntirdik. Borsang. Esa rahmat, ekranga nomer qo'yaman men. Bemalol telefon qiling, faqat kunduzgi telefon qilsinlar. Gechda 1-2 da chiqsam bo'laman. Soat 8largacha chiqsam 8largacha. Ertalabki 9dan kechki 8gacha. Shugacha murojaat qilsa bemalol. Bunlar yaqina xafa bo'lmanglar, lekin mening o'zim ham shundayman, robot emasmiz, hammamiz ham insonmiz. Ertalabki 9dan kechki 8gacha bemalol telefon qilsangiz, avlod bezovta qilsangiz bo'ladi. Undan keyin lekin amasalar boshqa bo'lsa so'kinib o'tirmanglar. Bular ham so'kinadi sizlar. Hazırlaşam. Yo'q, bir xafa qilmay, kunduzgi telefon qilinglar, to'g'ri. Hammaning ish vaqti, ish soati. Endi Moskvadagilar sizlarda ishi bu. Menga ko'p telefon qilasizlar, turaman, alomat telefon qarasam 2-3 puan bo'ladi-da, Rossiyadan chiqadilar-da. Izlar yo'q, obunachilar xafa bo'lmaymiz endi. Shuni aytacakman, ko'p reklama qilgan yerlarimizdagilar shuni aytib o'tmagansan deb bizlarga murojaat qiladilar. Meni aytib o'tib ketishim haq huquqim. Aytib ketishim kerak. So'ng sen ertang aytmading degan narsalar bo'ladi. Reklamani qilib ketaman men. Ertang boshqalardan shikoyat keladi shuning bu. Sen ali dedi shu video vaqti dedi shu soatdan shu soatgacha telefon qil deb aytib ket. O'lmagaysan bizlarga gece uxlab yotganimizda telefon qilib turibdilar. 5dagi balamiz ham uyg'onib ketadi sesindan telefoning dedilar. Shuning uchun xafa bo'lmanglar, hazillashdik. Telefon qilmanglar, gechda kunduzgi telefon qilinglar. Aman bo'linglar, sog' bo'linglar. Bering adresi Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanidamiz.
Bir uyda, şu bir uyda girikke geldiğinizde katta zavod juda. Adresini, lokatsiyasini, telefon qilsa tashab berasiz-ku. Tashab beramiz. Lokatsiyasini tashab beradilar, toshni Tekstilni shuratga. fabrika bo'lmini, bu yog'i madat chayxona. Shu yerdan kirib kelaveradilar. Ha shuni toshni ham tushuntirib siz shunda adresi. Bidagilar uchun. Buradagilar uchun mana shu Birinining. Arzu to'yxonadan kirib keladi. Tekstilni fabrika bor, Rayhon Apparel, Biruni tekstil, shuni oldindan o'tadi, madat chayxona, shundan kirgan yerda shu Zakashi bo'ynidan keladi shundan. Zdaniyani shunday ko'rsatyapmiz zdaniyani. Sizdan orqaga qarab ko'rsatib, mana yo'ldan ko'rinib turibdi bang. Ha, shu yo'ldan kelsa ko'rinadi shu yoqdan kirib kelganda. Bu shu atrofdagilar nelar uchun obunachilarim uchun, Berunidagi obunachilarim uchun Telefon qilsalar, endi zakazda tashab beramiz. Hozir imkoniyatlar yaxshi. Aman sırası geldi. Ben tashab berganingizdan tabii şuraya geldik lokatsiya. Shunday. Aman bo'lasizlar, sağ bo'lasizlar, ko'p so'zladik lekin. Ganglar katyolanglar, qishda do'ngmanglar, hizatib qishib o'tiringlar. Yana sizlarga katyol imkoniyatlar ko'p.